Chapaklar yoki chalpaklar mamlakati 7-qism. Mana sizga buyog'i. Men shu zormandani ham mahkamada katta bir lavozimni egallab o'tirgan akaxonimizga qo'ng'iroq qila basur sog' tishini sug'urgandek bir azobda undirgan edim. Mayli, cho'ntak puliqlarsizlar deya zo'rg'a imzo chekib bergan edi u azamat. 10 kunlik safarga $20 cho'ntak puli. Kulgili emasmi bu? Masxara emasmi? Qaysi bir xizmatlari evaziga hozir mamlakat elchilik qilib yurgan o'sha akaxonimizga $20 berib ko'ringchi, olib ketinardarmikin. Shu taxlit tavarish Baxtiyor ikkimizning boshimiz qotib o'tirganda qayoqdandir tavarish Yak og'zi qulog'ida xushxabar bilan kirib keldi. Birovingni tabriklashlaring mumkin. Qolgan 5 kunlik barcha sarf-xarajatni, musofirxona haqqi-yu restorandagi yeyish-ichishlaringni Buryo Xalq demokratik hukumati o'z zimmasiga oladigan bo'ldi. Uning tantanavor gap-yo'siniga hamohang men ham shunday tantanavorlik bilan minnatdorlik aralash xitob qildim. Yashasin Buryo Xalq demokratik respublikasining beva-bechoralarga mehribon, g'amxo'r oliyjanob hukumati. Ana bu boshqa gap, tavarish Erkin aka, deya maqtadi meni tavarish Yak. Siyosiy ongim picha oshganidan chiroyi yorishib. Endi qolgan kunlaring ham sermazmun o'tishi uchun sizlarga atab maxsus dastur tuzmog'imiz kerak bo'ladi. Takliflaring yo boshqa xohish-istaklaring bo'lsa, marhamat menga yozib beringlar. Rahbar sifatida men aytib turdim, xushxat tavarish Baxtiyor qog'ozga tushirdi. Rossiya Federatsiyasi elchixonasini ziyorat. Buryo milliy axborot muhokamasi faoliyati bilan tanishuv. Oddiy buryoliklar xonadonini borib ko'rish va hokazo. Tag'in bir istagim o'ta shaxsiy iltimos tarzida bo'lib, uni bu qadar rasmiy takliflar sirasiga qo'shmoqni ep bilmadim. Qog'ozga ko'z yugurtirgan tavarish Yakning qoshlari chimirildi. Rossiya elchixonasida nima bor? Sizlar mustaqil davlat vakilisizlar-ku, dedi hamma gapdan boxabar bu shayton norozi bo'lib. Gap shunda-da, dedim men salmoq bilan va o'zimda yo'q vakolatni suiiste'mol qilmoqqa kirishdim. Birinchidan, yaqin kelajakda biz bu yerda elchixona ochish niyatidamiz. Binobarin, elchixona faoliyati va mavjud shart-sharoitlar bilan tanishmog'imiz darkor. Ikkinchidan, o'zingizga ma'lumki, yaqindagina biz ham sobiq ittifoq tarkibida edik. Binobarin, bu elchixonada bizning ham haqqimiz, ulushimiz bor. Bo'pti, ko'ramiz, dedi mug'ambir tavarish Yak qog'ozni 4 buklab ko'krak cho'ntagiga tiqib qo'yarkan. O'ylashib ko'ramiz. Rosta kamiga o'ylab ko'rdi bu xumpar. O'ylab ko'rib, takliflarimizdan bittasinigina hisobga olibdi. Uni ham chala yarim. Elchixona masalasida esa bizni u yerga yo'latmaslikning har chorasini qilib ko'rdi desa bo'ladi. Tushdan keyin Moskva samolyotiga patta olib qo'ygani Aeroflot vakolatxonasiga bordik. Pattaxonaga kirib chiqqan tavarish Yak motamsaro qiyofada bizga ma'lum qildi. Ishlar chatoq. Tavarishlar bergan pullaring bir kishining qaytishigagina yetar ekan. O'zlaring tanlanglar. Qani, kim ketadi-yu kim qoladi? Bu xabardan kapalagimiz uchib, dardi dunyomizni zulmat qoplagandek bo'ldi. Bu qanaqasi axir? Toshkentdan Xazonga aylanib bo'lgan rublning bir to'rxaltasini orqalab kelib, yarmiga Moskvadan bu yoqqa patta olgan, qaytishimizga mo'ljallangan yarmi esa shu kunga qadar chamadonlarimizning yarmini egallab yotgan edi. Endi nima qildik? Tavarish Yak, biror yo'lni ko'rsat, yo'lboshchimiz bo'lsang. Marhamat, o'zlaring kirib so'rab chiqishlaring mumkin, dedi tavarish Yak sovuqqina qilib. Shu bir hafta ichida yo'l haqi 2 karra oshirilganmish. Kapitalistik Rossiyaning bizga qaratilgan navbatdagi nayrangida bu. Qani hal qilinglar, kim ketadi-yu kim qoladi? Tavarish Baxtiyor menga qaraydi, men tavarish Baxtiyorga. Siz keta qoling, dedi u nihoyat ko'zini yerga tikib. O'zimizning tilimizda. Sizchi, siz nima qilasiz? Bilmasam, Moskvaga borgach biror ilojini toparsiz balki, deydi tobelik holiga allaqachon ko'nikkan bechora tavarish Baxtiyor allanechuk mung va umidvorlik bilan. Sirli tavarish Yak tag'in allaqayoqqa g'oyib bo'lgan. Har yoqqa sim qoqib, jonajon partiya va hukumatidan maslahat yoki yordam so'ramoq tashvishida yurgan bo'lsa ajab emas. Agar chindan ham shunday bo'lib chiqsa, oddiy g'oyaviy tavarish emas, chinakam inson ekan bu yigit. Yanglishmagan ekanmiz. U bir vaqt gul-gul yashnab oldimizga keldi. Masala hal. Tavarishlar,
bir-birlaringni tabriklashlaring mumkin. Ikkovingiz ham uchadigan bo'ldingiz. Buniyam Buryo o'z zimmasiga oldi. O'zimni tutib turolmadim. Ro'paradagi bino bo'ylab shabadada hilpirab turgan ulug' dohiyning ulkan alvon siymosiga qarab hayqirib yuboribman. Yashasin xalqparvar, kambag'alparvar, saxovatpesha Buryo hukumati! Ulug' dohiy tovarish xonmanmenga shon sharaflar bo'lsin. Ura! Yaxshimas, tovarish Erkin aka, yaxshimas, dedi tovarish yak ta'naomuz. Shunda sal oshirib yuborganimni payqadim. Lekin bu yurtda tag'in 5 kun, zahar zaqqumga to'lib 5 kun qolishni ko'z oldiga keltirgan odamdan boshqa qanday gap ham chiqardi deysiz? Munofiqlik tantanasi. Dunyoda Xoniyadek ozoda shahar yo'qdir. Dunyoda Xoniyadek ko'rkam Madina topilmasa kerak. Xoniya, so'lim majnuntollar, gulu gulzorlar shahri desak yarashadi. Xoniya, muhtasham saroylar shahri deyilsa-da lof bo'lmas. Xoniya, osmono'parlik bobida o'zaro bahslashgan mehmonxona-yu musofirxonalar maskani desangiz ham haqqingiz ketmaydi. Xoniya, surunkali bayram-u tantanalar, namoyish-u tomoshalar shahri. Xoniya, alvon shoirlar-u otashin g'oyalar o'chog'i. Xoniya, inqilob beshigi, inqilob belanchagi. Vatanparvarlarning aytishicha, bu shahar milliy ozodlik g'alayoni, keyinchalik esa fuqarolar muhobarasi yillari yer bilan yakson bo'lgan ekan. Tinch qurilish davrida bosh me'mor ulug' dohiy rahnamoligida u tamomila yangidan barpo etilibdi. Darhaqiqat, butun boshli shahar bamisoli bir kishining ishiga pishiq puxta, rejali, rasamadli, qattiqqo'l bir xo'jayinning ro'zg'ori, xonadoniga o'xshaydi. Qayoqqa qaramang orasida ozoda, supurilgan, sidirilgan. Ko'cha-ko'ylar keng, ravon, bog'-rog'lar yashnab ko'zni oladi. Lof bo'lsa ham chamanzorlardagi har chechagu daraxtlardagi har bir yaproq artib surtib qo'yilgandek. Aslida ham shunday. Shahar markazidagi chorrahalardan birida oq kofta va qora yubka kiygan bir to'da qiz, bir qo'lida chelak, bir qo'lida latta, xiyobon oralab gulbarglarni bitta-bitta artib chiqayotganini kamina o'z ko'zim bilan ko'rdim. Har erta shu manzara. Tahsin aytmay ilojingiz yo'q. Bu shaharda majnuntolning ko'pligi. Hamma yoqda shu daraxt. Yo'l-yo'lkalar bo'yida ham, maydon gulzorlarda ham. Boshqa og'och deyarli ko'rinmaydi. Bularning tagida ham boyagidek chelak-u latta ko'targan jonsarak qizlar timirskilanib yuradi. Yerga birorta barg tushmasligi kerak. Shahar-ku shahar, uning tevaraklari ham shunday ko'rkam, batartib. Uruq-qir hamma yoq, har taraf ekinzor, yashnab yotgan ekinzor. Boshida soyabonli qalpoq, oq kofta-yu qora yubka kiygan qiz juvon uzoq yaqin paykallarda to'da bo'lib javlon urib yuribdi. Ozod mehnat taronasi, lekin sho'x yallalari negadir eshitilmaydi. Chelak ko'targan farrosh qiz juvonlarni shahardan tashqari yo'l bo'ylarida ham uchratish mumkin. Bu shaharning ichkarisi-yu tashqarisi birdek ozoda, orasida bo'lmog'i shart. Balandroq joydan, deylik, musofirxona derazasidan turib nazar tashlasangiz, Xoniya xuddi xayolparast musavvirning orzumand mo'y qalamidan chiqqan bejirim, benuqson bir ro'yodek yarqirab ko'rinadi. Negadir bari bir xil muddatda bino etilmish son-sanoqsiz oppoq qasru saroylar, ko'rkam bog'u keng saylgoh maydonlar, necha yilda qurib bitkazilishi, afsus esimda yo'q, lekin shaklan bir-birini aslo takrorlamaydigan alomat musofirxonalar. Ha, chinakam kelajak shahri bu, kommunistik shahar. Bular barining bosh me'mori, bosh bunyodkori bir kishi, yakkayu yagona zot. Keling endi osmono'par bino va balandparvoz gaplarni qo'yib pastga tushaylik. Pastda hamma deyarli bir xil kiyinadi. Odmi, juda odmi. Bir vaqtlar o'zimizda ham rasm bo'lgan yakrang ketilishim vassalom. Nimasi bilandir o'zimizning qishloq odamlarini yodga soladi. Qiz juvonlarning libosi ham shunaqa. Oq kofta-yu qora yubka. Ortiqcha hasham, hoyu havas ko'rinmaydi. Bunga ruxsat yo'q. Haydovchilarning engil boshi sal farq qiladi. Harbiy nusxaga yaqinroq. Lekin beistisno barchaning ko'kragida bir xil tamg'a, ulug' dohiy siymosi aks etgan nishoncha. Militsionerlarning libosidan so'z ketganda,
Navro'z akani eslaganim bejiz emas. 50-yillarda Boysunimizda Navro'z aka degan militsioner bo'lardi. O'zi ayniqsa maxsus libosda badjahl, vajohatli ko'ringani bilan juda yumshoq ko'ngil, kechirimli odam edi. Egnida itiyoqqa, tomoqqacha tugmalanadigan yozlik oq mundir, sarg'ish, yaltiroq tugmalarda 5 qirra yulduz tasviri, yelkasi aralash turli tasma-yu kamar, belida vahimali to'pponcha, xuddi ashaddiy bir bezorining izidan tushgandek shahtu shiddat bilan yurardi. Biz bolalar u kishi to'g'risida hazilnamo bir naql ham to'qigan edik. To'pponchasi belida, Navro'z akam milisa, qilgan ishi po'pisa, 1 so'm bersang qo'liga, qaytib ketar yo'liga. Xoniyada militsioner serob har qadamda uchraydi. Aksariyati yosh qizlar, ayniqsa yo'l nazorati xizmatida. Navro'z akamning libosini kiyib olib, chorrahalarda mashinalarga yo'l ko'rsatib turishadi. 27 yoshga yetganda vatanga xizmat qilmoqlari shart. Undan keyin mumkin. Boshqalarni bilmadimu, biz istiqomat qilgan musofirxona bag'oyat serhasham, dabdabali edi. Shart-sharoiti va qulayliklari borasida g'arb mamlakatlaridagi shu tur maskanlardan o'tsa o'tardiki, aslo qolishmasdi. Xonalar shinam, behavo, barcha anjomi muhayyo, biroq negadir hamma yoqdan turgan xonangiz pastdagi vestibyullardan ham allaqanday hid, chamasi sholi mahsulotlarning hidi kelardi. Lekin bu yerdagi beminnat xizmatga tan bermay ilojingiz yo'q. Xonadan chiqdingiz deguncha jami ashyolarni bir sidra yangilab qo'yadilar. Biror joyga changu g'ubor o'rnashganini ko'rmaysiz. E'tibor, intizom deganlari shu qadar. Sizni ko'rganda allanechuk qimtinib, uyalinqarab turadigan, ko'rinishi bechorahol bu xizmatkor ayollarning chaqqonligiga, zahmatkashligiga lol qolasiz. Musofirchilikda yurgan odam har kuni yangi oxirlangan libos kiyamiz desam ishonavering. Dastlabki kunlar xizmatchi ayolning kiraverishdagi eshik oldida yotadigan allaqanday xaltachani ko'rsatib, imo-ishoralar bilan nimadir deb chuldirashiga ahamiyat bermabman. Keyin Tavarish Baxtiyordan eshitib bildim. Ertalab ana shu xaltachaga kir-chiringizni solib qo'ysangiz, kechqurun kelib top-toza yuvilgan, dazmollangan, oxirlangan holda ko'rasiz. Bir gal Baxtiyor haddidan oshib, hatto kostyumini ham o'sha sirli xaltachaga solsa, yap-yangidek bo'lib qolibdi. Tep-tekin, beminnat, choychaqa uzatgudek bo'lsangiz qochib ketadi. Sotsializmda o'rniga, odamiga va mavridiga qarab muomala qiladigan hushyor, poqdomon sotsializm. Bu alomat shaharda tug'ilish bor, o'lish yo'q. Bunda yasharish bor, keksayish yo'q. Butun shaharni kezib chiqsangiz ham birorta munkillagan qariyani yoki mayib nogironni uchrata olmaysiz. Ajab hol. Unaqalar yo shahardan ko'chirib yuboriladi, yo maxsus muassasalarga eltib joylashtiriladi. Namunaviy sotsialistik jamiyat har turli mayib mubtalolardan jisman nosog', noraso, badbashara unsurlardan xoli bo'lmog'i kerak. Beixtiyor 80-yillardagi Moskva Olimpiadasi arafasida bo'lgan muvaqqat chora. Har turli qalang'i qasang'i, mayib majruh, mayxo'r u bezori va fohishalarni shahardan chiqarib yuborish manzarasi xotirga keladi. O'xshashlikni qarang. Maqsad muddaoning birligi, mushtarakligi dunyoning ikki chekkasida yashayotgan odamlarni ham yakdil qiladi. Tug'ishgan aka-ukaga aylantirib qo'yadi. Men bu gaplarni osmondan olib yoki o'zimcha to'qib aytayotganim yo'q. Zinhor-bazinhor. Bu ma'lumotlar ishonchli manba, diqqi nafas elchining og'zidan chiqqan. Unga ishonmaslikka esa menda atigi 5-10 kunlik musofirda hech bir asos yo'q. Xoniyani surunkali bayramlar shahri dedik. Haqiqatan shunday. Qachon qaramang, butun mamlakat allaqanday bayramga tayyorlanib yotgandek. Qayoqqa qaramang, ulkan bayram tantanalariga hozirlik. Doimiy hozirlik. Ayniqsa bayramlar arafasida katta-katta maydonlar yoshlarga to'lib ketadi. Ular kun bo'yi oyoqda tikka, oftobning tig'ida, turli tusdagi liboslarga burkanib, turli tantanavor shakllar yasash bilan ovora. Yuzlab minglab yigit-qiz,